Assalomu alaykum, faryod ishni mujiklar. Menga podpiska tashlab qo'yinglar. Bu videoni bir 3 kun oldin chiqarmoqchi edim, kechikib ketdi. Xullas, hozirgi paytda shunday internetda ko'ryapman. Odilxon, Tyson, Saturnga tinimsiz bolalar vizit taylab yotibdi-da. Men bilan urushasanmi, vizit qabul qil. Yo'q. Ey, rast ko'tarilmoqchimisan, urushmoqchimisan? Yaqin o'rtanga zal bo'lsa kerak. Zalingga borgin. O'zingdan kichkina bolalar urib qo'yadi. Ko'pingdi-da, o'zingdan yosh kichkina bolalar, zalda yurgan bolalar urib qo'yadi. Nima qilasan, ko'tarilib borayotganlarga tashla, mayli. O'shalar sharmanda qilyaptimi, urush oladimi, urush olmaydimi, qizig'i yo'q-da, ko'zga ko'rindi shu bolalar. Muhimi shu bolalar o'zbek. Bir begona emas, bir yevropalik emas. Muhimi o'zbek. Asanlar vizif taylagi nima? Shu 3 ta 4 ta o'zbekdan boshqa odam yo'qmi? Vizif tayla bir chet davlatga, bir yevropaliklarga vizif taylagi mayli. Kuchsiz bo'lsa ham farqi yo'q vizif tayla. Nima qilasan? Endi chiqib kelayotgan insonlarga vizif taylab, bitta ikkitani ko'ryapman bilan ho'kizday gavdang bor-da. Ba'zingni bilan bo'yning yo'q. Bo'yning ichkariga kirib ketgan. Chiqib olib yosh go'dak tiqilg'ini qilib, qarinni qappaytirib vizifimni qabul qil. Ey. Nahotki bir qishloq-pishloqdan ham birorta san bilan urushadiganlar chiqmaydimi? Shu endi oktagon bilan masxaraboz bo'lib ketdi. Men ham chiqib urushar ekanman deb to'lka endi uyatda, endi katta odam. Endi yoshlar tushunsa bo'ladi, hali yosh kichkina, aqli farosati yetmaydi. Hay endi yoshlik qilib vizif taylayapti desa. Yoshing kattalaringni bir o'ylagin. Sanlar kim mujik deydi?